Kamtarsiz, juda kam sonli emas, lekin o'zingizda ham bir orqaga tashlashlar bo'ldi deb o'ylayman-da. Ya'ni nimaga unaqa deyapman Alijon aka, buni balki sezib turgandirsiz gap nimadaligini. Zo'r ketdi. Sizdagi o'sha birinchi qo'shig'ingiz otashingda yonayin otashingda. Yonayin otashingda. Yonayin otashingda chiqqan payti Alijon Isoqov biz uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni birdaniga paydo bo'lgan yulduzcha bo'ldi. Biz rosa maza qilib eshitdik o'sha qo'shiqni, hatto o'sha paytda radioda ishlardim. Bizda yo'q edi o'sha qo'shiq. Toptirib, "Mashq qo'shiqni qo'yaylik" deb musiqa muharririmiz bilan hattoki gaplashib, "Iltimos shu qo'shiqni qo'yaylik, rosa chiroyli qo'shiq bo'pti" degan paytlarimizni aniq eslayman-da. Undan keyin ham ijod davom etib turdi. Keyin Alijon Isoqov birdaniga emas, asta sekinlik bilan soyaga o'tib oldilar. Shunday. Men ochig'ini aytib o'rganganman. Hech qachon hayotimda ham, ijodimda ham, yashash tarzimda ham yolg'onga qurilmagan, hammasi haqiqatga qurilgan. Men to'g'risi o'sha rahmatli Hojiboy Tojiboyev bilan Xalqlar do'stligida konsert berganimdan keyin o'sha yonayin otashingda qo'shig'imiz ommalashdi. Mani to'y hashamlarga so'rash boshlandi. Yaxshigina pul taklif qilishardi. Lekin menda o'sha sog'ligimni tiklash uchun 10 yil davomida mana shu poytaxtga kelganimiz bo'yicha 97-yil kelgan bo'lsam, 2007-yil o'sha konsert dasturini o'tkazganmiz. 2008-yilda o'sha bitta частный klinikaga borib, o'zimni sog'ligimni qarataman degan paytimda bitta ninadan 2 xil dorini urib, reaksiya berdirib qo'ydi menga. O'shanda men shokka tushib qoldim, stress bo'lib qoldim. O'sha stressda ham hattoki 15 yil davomida kurashdim bu. Dori nojo'ya ta'sir qilgan. Organizmga shunaqami? Reaksiya berib yubordi, men shokka tushib qoldim. Keyin o'zim qo'lim bilan tomirimni ushlab turdim. O'sha medsestra kelib qo'limga o'sha reaksiyani qaytaradigan ukol qilganda ham baribir u miyamda qo'rquv paydo bo'lib qoldi. Katta sahnalarga to'g'ri o'sha mavqeini yo'qotib qo'ymasligi uchun kuch topib imkon darajasida o'sha siz kelmadingiz, mening ko'z yoshim Qashqadaryolarga ulanib ketdi. Orada Jiron, Zilola, Maftuna yaqinda o'shalarni ijro qilib keldim-u, lekin bu narsani juda ham qattiq shokka tushib qolgan odam o'zi agar kuch